Kreativ pedagogika bu ta'lim jarayonida o'quvchining mustaqil fikrlashi, yangicha g'oya yaratishi va muammolarga noodatiy yechim topish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvdir. Ushbu pedagogika markazida tayyor bilimni yodlash emas, balki fikrlashni o'rgatish turadi. Kreativ pedagogikada o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va hamkor rolini bajaradi. Dars jarayonida muammoli vaziyatlar, ochiq savollar, loyiha va munozaralar orqali o'quvchilarning tasavvuri faollashtiriladi. Natijada o'quvchi o'z fikrini erkin ifodalashga, tanqidiy va ijodiy tafakkur qilishga o'rganadi. Bugungi tez o'zgarayotgan jamiyatda kreativ pedagogika raqobatbardosh, tashabbuskor va innovatsion shaxsni shakllantirishning muhim omilidir. Shu sababli u zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Mana qarang, Murod aka bordiz. Ana bu joyga mumkin emas. Bu yerda yo'q darajasi. Qilish kerak bo'lgan ish bu aslida. Sizlarga davlat tartibi, davlatning qonuniga Eng so'nggi darslarda yanada kreativ yondashib darsni qiziqarli qilib o'tkazib berganliklari uchun ustozimizga alohida minnatdorchilik. Keyingi semestr sizni ochlashni niyat qildik hammamiz. Darsdagi faol ishtiroklaringiz uchun katta rahmat. Kelajakda bundan-da yuqori muvaffaqiyatlarga erishishingizni tilab qolaman. Hammangiz doim sog' salomat bo'ling. Sizga psixologiya yo'nalishdagi videoroliklar qiziq bo'lsa, Osiyo xalqaro institutining Pedagogika psixologiya kafedrasining Instagram sahifasiga a'zo bo'ling.